Demak, 9 kishi qo'shildi darsga. Dars boshlaymiz unda. IDC birinchi qism ko'paytuvchilarga ajratish. Demak, mavzusini o'tgandik. Bajarib chiqqan bo'lsalar, endi savollarni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Chatda ko'p shovqin bo'lib ketmasligi uchun savollarni guruhga yozamiz. Faqat tushunmaganingizda, men tushuntirish boshlayman va siz tushunmaganingizda alohida so'rab olishingiz mumkin. Savollarni guruhga yozamiz. Marhamat. Guruhda xohlasangiz mana shu yerdagi chat bor, chatda ham yozib qo'ysangiz bo'laveradi menimcha. Shu chatda yozsangiz ham bo'ladi. Demak, 26 savol berildi. Agar 26 gacha qolganlarda bo'lmasa, ko'raveramiz. Demak, 26 savol. Menimcha ekranim yaxshi. Ekran ovozida muammo yo'qmi? Bitta so'rab olaylik. Yo'q, yaxshi ustoz. Xo'p, demak, 26 savol. E'tibor qilamiz o'quvchilar. Birinchi navbatda mana bu ikkita ifodaga qaraydigan bo'lsam, bu ikkita ifoda Xo'p. Bu ikkita ifoda bir-biriga hech qanaqasiga o'xshash emas. Negaki, bittasi plyuslik ifoda, bittasi manfiy ifoda bo'lgani uchun bular bir-biriga o'xshash emas. Lekin mana bu ikkita ifodada bir-biriga o'xshashlik bor. Faqatgina bir-birini o'rni almashib turibdi. Men nima qilaman? Men mana bu ifodani a minus b ga o'zgartiraman va shu ishni qilganim uchun mana bu oldidagi ishora qarama-qarshisiga o'zgaradi. Demak, qolgan ifoda o'zi. Bu yoq o'zi, qolgan bu yog'i ham xuddi o'zida turaveradi. Demak, yana endi ikkalasida ham bir xil a minus b degan ifoda hosil bo'ldi. A minus b ni qavsdan tashqariga chiqarib oladigan bo'lsam, birinchi bo'lib x kvadrat plus 2y kvadrat qoladi, keyin minus keladi. Minusdan keyin mana bu ifodani yozishimga to'g'ri keladi. Demak, 2x kvadrat, lekin mana bu minus bu ichkaridagi minusga ta'sir qiladi-da, plus y kvadratga aylanadi. Teng. Buni ichini soddalashtirib qo'yish mumkin. Birinchi qavs o'zi. Ikkinchisi, demak, ikkita y kvadratga bitta y kvadratni qo'shsam 3 ta y kvadrat, x kvadratdan 2x kvadrat ayriladigan bo'lsa, minus x kvadrat qoladi va shu bilan ushbu ifodamiz ko'paytuvchilarga to'liq ajralgan holatda bo'ladi. Keyingi savolga o'tamiz. 35-savol. 35-savolni men adashmayotgan bo'lsam, darsda ham yechib bergandim. Xo'p. Mayli endi. Zarar yo'q, yana bir marta takrorlab bersak. Demak, 35-savolga qaraymiz. Birinchi qiladigan ishimiz ko'rinib turgan aniq ko'paytuvchiga ajratish mumkin bo'lgan ifodalarni ajratib chiqamiz. Birinchisida hech narsa o'zgarmaydi. Minus. Mana bu ikkalasidan nimani olib chiqsa bo'ladi? B ni olib chiqsa bo'ladi. O'shaning uchun B ni olib chiqaman. 2 minus t bo'ladi. Plus deyman, bu ikkalasida t kvadrat ham t ham bor. Demak, t ni olib chiqadigan bo'lsam, yana bitta t minus 2 bo'ladi. T minus 2 bo'ladi. Endi qaraymiz, bunda t minus 2 bor, bunda t minus 2 bor, lekin bunda 2 minus t. Men shuni o'zgartiraman. Shuni ham t minus 2 ga o'zgartiraman va oldidagi ishora minus b emas, plus b ga o'zgaradi. Shunday buni o'rniga mana bu ifodani tanladim. Ana endi bo'ldi. Bu yoqda hammasida bir xil, ya'ni t minus 2 ishtirok etgan hammasida olib chiqaman. Bu yerda a qoladi, bu yerda plus b qoladi, bu yerda plus t qoladi. A plus b plus t degan ifoda bo'ladi. Xo'p, keyingi savol 36 ekan. 36-savol ham xuddi shu
tartibda yechiladi. Demak, a ni chiqarib olaman. X minus y minus deyman, 3 ni chiqarib olaman. Yana x minus y plus ikkalasidan x ni chiqarib olsam, y minus yana bitta x qoladi. Chunki x bilan x ni ko'paytirgandagina x kvadrat hosil bo'lardi. Demak, bu x minus y to'g'ri turibdi, bu x minus y to'g'ri turibdi, lekin mana bu bizga kerakli holatda emas. Buni ham nima qilaman? Vaqtinchalikka bundan voz kechamanda, buni x minus y deb olaman. O'rnini almashtirganim uchun oldini minus x qilaman. Plusni minusga o'zgartirdim. Ana endi bu ham to'g'ri bo'ldi. Demak, uchalasida ham x minus y bor, qavsdan tashqariga olib chiqaman. Birinchisida a, ikkinchisida minus 3, uchinchisida yangi tanlagan ifodamiz bo'yicha minus x bo'ladi. Mana shu holatda bo'ladi. Buni boshqa soddalashtirishning imkoniyati bizda yo'q. Keyingi savol 39 ekan. 39-savolga qaraymiz. Demak, ana endi bu yerda bizdan ozgina talab qilinadi qisqa ko'paytirish formulasidan ham foydalanish. Ya'niki ushbu berilgan ifodamiz a plus b ning qavs kvadratini beradi, agar bilsak. Minus 3 kara a kvadrat plus ab. Endi davom etamiz. A plus b ni kvadrat degani a plus b ni yana bir marotaba a plus b ga ko'paytirish. Minus 3. Ana endi bu ikkalasidan bittadan a ni olib chiqadigan bo'lsam, a ni olib chiqdim. Yana bitta a plus b qoladi ichkarida. Chunki a bilan a ko'payganda a kvadratni beradi, a bilan b ko'payganda a b ni beradi. Demak, to'g'ri bo'ldi. Ikkalasidan ham a plus b ni bittadan olib chiqadigan bo'lsam, a plus b ni olib chiqdim. Keyingi qavsda demak, yana a plus b birinchisi, keyin minus 3a qoladi. Teng. A plus b ni o'zi ko'paygan. Demak, birinchi bo'lib b ni yozadigan bo'lsam, keyin a dan 3a ni ayirsam nima bo'ladi? Minus 2a bo'ladi. Demak, a plus b ko'paygan, b minus 2a degan holatda ko'paytuvchilarga ajraldi bu. Xo'p, 40-misol. Demak, bu ifodani, bu ikkalasini, birinchi ikkitasini guruhlayman alohida, x plus 1 ni alohida guruhlayman. Barobar. Demak, x kvadratni chiqarib olsam, chunki x kub bilan x kvadrat ichida x kvadrat kichikroq, x kvadratni chiqarib olaman. X kub plus 1. Adashdim, uzr. X plus 1. Chunki x kvadratni x ga ko'paytirsam x kubni beradi, x kvadratni 1 ga ko'paytirsam o'zini beradi. Plus x plus 1 ni o'zi, mana buni o'zini yozdim. Demak, buni ko'paygan 1 deb qo'ysam biron narsa o'zgarmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Demak, ana endi x plus 1 ikkalasida ham qatnashdi. Olib chiqsam, birinchisida x kvadrat, ikkingisida plus 1 qoladi va mana shu holatda ko'paytuvchilarga ajralgan bo'ladi. 43-misol. 43-misolga keldik. Demak, e'tibor qilamiz. Uchalasida ham 1,7 dan 3 degan kasr umumiy holda ishtirok etgan. Demak, uchalasidan ham bir vaqtning o'zida 1,7 dan 3 degan kasrni qavsdan tashqariga olib chiqamiz. Birinchisida qoladi 40, ikkinchisida qoladi 16,7 dan 1 plus keyingisida qoladi 13,7 dan 6. 13,7 dan 6. Teng. Demak, birinchisini nima qilamiz? Buni noto'g'ri kasrga aylantirsam 7 kara 1 7, 3 ni qo'shadigan bo'lsam 10 taqsim 7 ko'paygan. Butunlarini qo'shib olaman. 40, 16, 13. Demak, 29, 69. 69 plus endi ushbu 7 dan 1 ga 7 dan 6 ni qo'shsam 7 dan 7 bo'ladi, u ham 1 ga teng. Demak, 10 taqsim 7 ko'paygan, qavsni ichini hisoblasam bu ham 70 ga teng. Demak, 7 bilan 70 qisqarsa 10, 10 kara 10 natija 100. Ana chiroyli natijaga erishdik. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolimiz shu bilan 75 ekan.
Qanday qilib oradan savol yo'q, bunga tushunmadim. To'g'ri, bu 75 o'sha masalan Nur Muhammad berayotgan bo'lsa, o'shangacha hammasi oson chiqqan bo'lishi mumkin, lekin mana bu 26, 30 savollarni berganlar nega orada savol yo'q? Yoki men chat yoniq turibdi. Xo'p, mayli, davom etamiz. Qani, ko'ramiz-da. Demak, a plus b ning qiymati 10 ga teng ekanligi ma'lumot qilib berilgan. A ko'paygan b ning qiymati 8 ekanligi ham ma'lumot qilib berilgan. Demak, keyingi ifodaga qaraymiz. Ana shu ifodani soddalashtirishimiz kerak. Biza birdaniga shuni tenglik qo'yib ochib ketamiz. Ya'ni a ni b kvadratga ko'paytiraman, a b kvadrat. A ni 1 ga ko'paytiraman minus a ni o'zi. Plus b ni a kvadratga ko'paytiraman, b a kvadrat yoki a kvadrat b desa ham bo'ladi. B ni 1 ga ko'paytiraman minus b. Teng. A b kvadratni yozaman. Undan keyin mana bu ifodani yozaman. Plus a kvadrat b. Endi minus a ni yozaman. Keyin minus b ni yozaman. Ya'ni men ishoralarini o'zgartirmagan holda o'rinlarini almashtiryapman. Bunday qilish mumkin. Ishoralar o'zgarmasa, o'rinni almashtirib ketaversa bo'laveradi. Muammo yo'q-a? Demak, bu a bilan a kvadrat ichida kichigi a, b bilan b kvadrat ichida kichigi b. Demak, bundan b ni chiqarib, demak, b kvadratga aylantirish uchun bitta b kerak, keyingisiga bitta a kerak. Mana bu ikkita ifodadan minusni chiqarib olsam, bu ham a plus b qoladi. Nimaga? Chunki men minusni keyingi qadamda qayta ta'sir qildirsam qavsga, qavs ichidagi plyusni ham minusga aylantirib yuboradi. Teng. Xohlasam bunga ko'paygan 1 qo'yaman o'zimdan, hech narsa o'zgarmaydi. Boya gaplashdik bu masalani. Demak, a b ni yozaman. Buni ko'rinishini a plus b qilaman. Lekin bu holda baribir ishora o'zgarmaydi. Nimaga? Chunki aytgandik o'tgan darsda ham, plyuslik holda siz joyini almashtirsangiz, oldiga minus chiqaradi degan qoida yo'q. Oldini qarama-qarshisiga o'zgartiradi degan qoida yo'q. Chunki qo'shish va ko'paytirishda o'rin almashtirish qonuni, o'rin almashtirish xossasi o'rinli. Minus. Bu ifodani yozaman. A plus b ko'paygan 1. Ikkalasida ham a plus b ishtirok etdi. A plus b ni olib chiqaman. Birinchisida a b, ikkinchisida minus 1 qoldi. Teng. Bo'ldi. Berilgan sonni joyiga olib kelib qo'yaman. A plus b ni qiymati 10 degan, demak, buni o'rniga 10 qo'yaman. Birinchisini o'rniga. Mana. Keyin a b ni qiymati 8 degan, ana bu a b ni o'rniga 8 qo'yaman. Ko'paygan 8 minus 1 ekanda u. Demak, 10 kara 7, natijada 70 hosil bo'ladi. Ya'ni nima qildik? Bizga berilgan ma'lumotni biz hosil qilgan ifodamizni ichida, demak, keltirib oldik. O'shani ichiga olib kelib qo'ydik. 79 savol qilib berilgan. 79-misolda diqqat qiling, mana bu yerda 73,2 bir xil va bu yerda 26,8 bir xil. Davom etamiz demak. Ya'ni bir xillikni qavsdan tashqariga olib chiqamiz. 73,2 ni qavsdan tashqariga olib chiqsam, birinchisida 60 qoladi, minus ikkinchisida 35 ortib qoladi. Plus ikkalasidan 26,8 ni olib chiqadigan bo'lsam, birinchisida 40, ikkinchisida minus 15 qoladi. Teng. 73,2 ko'paygan 60 dan 35 ketadigan bo'lsa 25 qoladi. Plus 26,8 ko'paygan 40 dan 15 ketadigan bo'lsa, bu ham 25 qoladi. Ikkalasidan yana nima qilaman? 25 ni qavsdan tashqariga olib chiqaman. 25 ni olib chiqsam 73,2 plus 26,8. Bu ikkalasini bir-biriga qo'shadigan bo'lsam, natijada 100 soni hosil bo'ladi. Demak, 25 ko'paygan 100 bo'lsa, u holda natija 2500 ga teng.
Mana shunday, demak ko'paytuvchiga ajratishni bilganimizda, yaxshi tushunganimizda, demak oson yechiladi ko'p qiyin ko'ringan misollar. 80-misol. Xo'p, demak nima qilamiz? Qarang. Vaqtinchalikka 111 ni vaqtinchalikka x deb turaman. 9 ni esa vaqtinchalikka y deb turamanda, bu ifodamni boshqatdan x va y ko'rinishda ifodalab, tasvirlab chiqaman. Ya'ni qarang. 111 ni o'rniga x qo'ysam, bu yerga kvadrat borligi uchun x kvadrat. 9 ni o'rniga y minus y kvadrat x plus x. To'g'rimi? To'g'ri. Oxiri 111 x ga tengda. Bu nimadan foydalanamiz? Qaysi usuldan? Belgilash, kiritish. Belgilash, kiritish usulidan foydalanyapmiz. Demak, ana endi biza ko'pincha ko'paytuvchilarga ajratishda harfiy ifodalarni yaxshi tushunamiz. Hisob-kitobda sonlar bilan yaxshi ishlasak, ko'paytuvchiga ajratish va soddalashtirishda harflar ko'zimizga qulayroq ko'rinadi. O'shaning uchun buni harf ko'rinishga o'tkazdim. Oxirida keyin o'sha soddaroq bo'lgandan keyin o'rniga qaytib sonlarni keltirib qo'yaman, to'g'ri javobga erishib ketaveramiz. Demak, mana bu ikkalasini guruhlayman. X kvadrat bilan x ni ichida kichigi x, demak x ni chiqaraman. Y bilan y kvadratning ichida kichigi y chiqaraman. Demak, shunda mana bu x kvadrat bo'lish uchun yana bitta x kerak. Bu minus y kvadrat bo'lish uchun minus y kerak. Keyingisi plus x minus y. Shuni yozaman. Birinchi plus x ni yozaman, keyin minus y ni yozaman. Ana bu holda demak o'zimizdan mana bu bunday qilishimiz mumkinmi? Qavsga olib ko'paygan 1 qo'ysak hech narsa o'zgarmaydi. Ana endi ikkalasida ham nima qatnashgan? X minus y qatnashgan. X minus y ni olib chiqamiz va xy plus 1 qoladi. Birinchisida xy qoladi, ikkinchisida 1 qoladi. Ana endi x minus y nima degani? 111 dan ayiraman 9 ni. Xy plus 1. 111 ni ko'paytiraman 9 ga, qo'shaman 1 ni. Demak, birinchisini ayirganimda 102 bo'ladi. Ikkinchisi bu 999, 1 ni qo'shsam, demak 1000 ga teng. Demak, natija 102 ming ekan. Tushunarli? Tushunarli. Xo'p, yana qanaqa savol kimda? Aytamiz keyingi savolni. Xo'p, 91. ga qaraymiz. Demak, 3 xatni aytgandik, ko'pincha o'rtadagi xat maydalanadi. Ko'pincha, bu doim degani emas. Ko'pincha o'rtadagi xat maydalanadi. Qaysiga qarab? Ikkita chetdagi koeffitsiyentga qarab. Birinchisini koeffitsiyenti 1, oxirgisini koeffitsiyenti 2 va buni 1 plus 2 deb tasvirlasa bo'ladi. Demak, katta ehtimol shuni o'zi bilan chiqadi. Bu degani a kvadratni yozaman. 3ab ni 1ab plus 2ab deb yozaman. 1ab ni 1 ni yozmasa ham bo'ladi, bilasiz. Plus 2b kvadrat. Endi o'shani yozib olmabdi maktabda yechimimiz. O'sha kim so'ragan bo'lsa ham yozib olmay qolibdi-da. Mayli endi. Xo'p, demak guruhlab olamiz. Bu ikkalasidan a ni olib chiqaman va yana bitta a plus b qoladi. Keyingisidan 2 ni ham b ni ham olib chiqaman. Chunki 2 ham qatnashgan, b ham qatnashgan ikkalasida. Shunda yana a plus b qoladi. Endi bu ikkalasidan birgalikda a plus b ni olib chiqadigan bo'lsam, u holda birinchisida a plus ikkinchisida 2b qoladi. 93-misol. Demak, shunaqa holatda nima qilamiz degandik? Oxiri plus bo'lsa, demak
ikkita sonning ko'paytmasi 50 ni, yig'indisi esa 15 ni berish kerak. Ko'paytmasi 50 ni, yig'indisi 15 ni berish kerak. Bu 10 va 5 sonlari, to'g'rimi? 10 ga 5 ni ko'paytirsam 50, 10 ga 5 ni qo'shsam 15. Demak, bunday qilamiz. A kvadratni yozamizda, buni 15 ni minus 5 u minus 10 ga ajratib olamiz. Ya'ni minus 5AB minus 10AB. Keyin oxiri plus 50B kvadrat teng. Bu ikkalasidan A ni olib chiqsam, A minus 5B qoladi. Bu ikkalasidan guruhlab olaman-da. 10 ni olib chiqaman, minus 10 ni olib chiqaman, hamda B ni olib chiqaman. Shunda A qoladi va yana minus 5B. Nimaga? Chunki 10 bilan 5 50 ni beradi. Minus qo'yganim mana bu minus bilan birgalikda plusni beradi. B bilan B kvadratni beradi. Ikkalasida bir xillik. A minus 5B. Qolgan narsa esa A minus 10B. Ana shunday holatda ko'paytuvchilarga ajraldi. To'qson yetti. 97-chi misolga qaraymiz. Yechilgan ekan daftar o'sha nimamda. Demak, 9x degan ifodamizda nima qilibmiz? 8x bilan 1x ga ajratib olganmiz. Va bu ikkalasini alohida guruh, bu ikkalasini alohida guruh qilib olamiz. Ikkalasidan 4x ni olib chiqadigan bo'lsam, yana bitta x plus 2, chunki 4x bilan x, 4x kvadratni, 4x bilan 2 esa 8x ni beradi. Xo'sh. Plus x plus 2 ni o'zi. Pastda, demak, keyin buni yondan o'zimizga ko'paygan 1 qo'ysak, hech narsa o'zgarmaydi. Keyin ikkalasidan x plus 2 ni olib chiqadigan bo'lsam, x plus 2 ni yozaman, 4x plus 1 bo'ladi. To'qson sakkizinchi misol. Demak, nima qilamiz? Diqqat qiling. 3x kvadratni yozamiz. Mana buni turlicha, masalan, yig'indilarga ajratsa bo'ladi, lekin ular ichidan eng optimal usuli, qulay joyi, demak 6 plus 2 qilish. Nimaga? Chunki 6 soni 3 dan 2 barobar katta, 4 soni ham 2 dan 2 barobar katta. Demak, 2 karrali 2 ga karrali bo'lyapti. Mana shu sababdan. Demak, 3x kvadrat plus o'rtani 6x dedik, plus 2x dedik, plus 4. Bu ikkalasini bitta guruh qilaman, bu ikkalasini bitta guruh qilaman. Demak, ikkalasidan 3x ni olib chiqaman. X plus 2 qoladi. Chunki 3x bilan 2 ni ko'paytirganda berish kerak bizga. Plus keyingisidan ikkalasidan 2 ni olib chiqadigan bo'lsam, bu ham x plus 2 qoladi. Teng. Endi ikkalasida ham x plus 2 qatnashdi. X plus 2 ni olib chiqaman va birinchisida 3x qolgan, ikkinchisida esa 2 qolgan. Mana shunday holatda bu ko'paytuvchilarga ajraldi. K kvadrat plus k soni juft son bo'lishini isbotlang. Juda ham oson bu. Bu ikkalasini ko'paytuvchiga ajratadigan bo'lsam, k ni olib chiqaman, yana bitta k plus 1 qoladi. Endi qarang. Birinchi hol. Agar k soni toq son bo'lsa, demak, birinchi son toq ko'paygan, mana bu qavsning ichiga qaraymiz endi. Qavsning ichi toq songa 1 qo'shilgan. Toq songa 1 ni qo'shsam, juft son hosil bo'ladimi? Ya'ni toq sondan keyingi son keladi. Keyingi son juft songa teng. Demak, toq ko'paygan juft bo'ladi. Toq son bilan juft sonning ko'paytmasi albatta doim juft chiqadi. Ikkinchi hol. K o'zi juft son bo'lsin. Demak, birinchi son shunda juft. Bo'ldi, endi keyingisini o'ylab o'tirishim shart emas. Juft songa 1 qo'ysam toq bo'ladi. Baribir ko'paytma tarkibida juft son qatnashgani uchun albatta ko'paytma baribir juft chiqadi. Demak, bu k ning toq holatida ham, juft holatida ham 100% o'rinli teorema bo'ladi. Mana shu ko'rinish.
106. 106 savol. Nima qilamiz 106 da? Demak, qarang, bir qaraganda haqiqatan ham buni ko'paytiruvchiga ajratish qiyinday tuyuladi toki bitta fikr kelmaguncha. Diqqat qiling. AB plus A plus B teng 76. Qaraymiz, mana bu ikkalasidan A ni olib chiqaman. A ni olib chiqsam B plus 1 qoladi. Plus B teng 76. Endi qarasam buni ko'paytiruvchiga ajratib bo'lmaydi, chunki bu yerda bir xillik yo'q. Lekin men bitta ish qilaman. A ni yozaman, B plus 1 ni yozaman, plus deyman, mana bu B ni yozamanda o'zimdan nima qo'shaman? 1 qo'shaman. Men tenglikda chap tomoniga 1 qo'shdim, esidan chiqarmang. Nima qilaman endi? 76 tomonga ham nima qilaman? 1 qo'shaman. Bo'ldi, hech narsa o'zgarmaydi endi. Chunki nimaga? Mana bu 1 ni bu yoqqa minus 1 qo'yib o'tsangiz, narigi 1 bilan qisqarib ketadi-da, yana ifoda o'z holiga qaytadi. Demak, men tenglama qoidasiga ko'ra, tenglamani qoidasiga ko'ra tenglikni ikkala tomoniga bir xil sonni qo'shib yuborishim ham, ayirib yuborishim ham mumkin bo'lgani uchun shu qoidadan foydalandim. Lekin bundan maqsad nima edi? 75 qilib qo'ysa bo'lmasdimi so'z? Qanday qilib? Hozir bir qo'shibsiz-ku, bu yoqdan bitta birni bu yoqqa qo'shib qo'ysa 75 bo'ladi-ku. Birni ayirsa agar. Men hozir buni 75 qilaymi? Ha, bundan bitta olib o'tsa bu yoqqa. Bundan qanday olib o'tasan? Yo'qa, bu yoqqa o'tsa minus bo'lib o'tadi-ku. Minus bo'lsa shu keyin 76 dan birni ayirsa 75 bo'lmaydimi? Yo'qda, men mana plus 1 ni qo'shdimmi, bu yoqqa ham qo'shishim kerak. Hozir sen aytayotgan holatda, xullas nimadir turibdi-da, oxirida men 1 qo'shdim. Teng, bu yoqni 75 qilsam, endi buni bu yoqqa olib o'taman. Olib o'tsam, bu 75 dan keyin 1 ayrilib 74 bo'lib qoladi-ku bu ifodang. Xato bo'ladi-da, boshdagi ifodaga zid kelib qoladi. Men ana buni nabarot, masalan buni nima qo'yishimni 1 qo'yganimdan keyin mana buni 77 qilib qo'ysam, endi bu yoqqa o'tgandan keyin ayriladi, 76 qoladi, yana boshdagi ifodaga qaytadi, to'g'ri bo'lib ketaveradi. Demak, A ko'paygan B plus 1 plus bu B plus 1 ni o'zi. B plus 1 yozaman-da, qaosga olib 1 ga ko'paytirsam hech narsa o'zgarmaydi. Teng 77. Ikkalasida ham endi B plus 1 qatnashdi. Kara A plus 1. Teng 77. Demak, ikkita sonni ko'paytmasi 77 ni berishi uchun u albatta yoki 1 bilan 77 ni yoki 7 bilan 11 ni berish kerak. Lekin men buni 1 kara 77 deb qarasam, mana bu ifodani qiymati 1 chiqishi uchun B ni o'rniga 0 qo'yishimga to'g'ri keladi. Lekin 0 boshidagi natural degan shartga zid. Demak, buni men 1 kara 77 emas, 7 kara 11 variantdan foydalanishim kerak. Demak, buni 7, buni 11 deyman. Ya'ni B plus 1 ni 7 ga tenglashtiraman. Shunda B ni qiymati 7 dan 1 ketadi 6. Bu yerda keyin A plus 1 ni qiymatini 11 ga tenglashtiraman. A teng 11 dan 1 ketadi 10. A ham B ham aniq bo'ldi. Oxirida A ga B ni qo'yish degan, ya'ni 10 ga 6 ni qo'shaman. Natija 16 bo'ladi. Yechilgan misollar tushunarlimi o'quvchilar? Albatta. Mikrofonlarni o'chiramiz. Dars oxirida guruhga PDF ni tashlab beramiz. Dars zapis bo'layotgan videoni ham o'sha YouTube kanalga yuklab qo'yaman. Bir ikkita qatnasha olmaganlar kirib ko'radi. O'zlaringiz yana qaytib ko'rib olishlaringiz mumkin. Uni ham silkasini tashlab beraman. Muammo bo'lmaydi o'zi nimasida. Demak, ko'paytuvchilarga ajratish ikkinchi qismdan savollarni
ko'ramiz. Shu bilan seshanbagacha ko'paytuvchilarga ajratish ikkinchi qismini yechasizlar. Demak, boshladik. Bunda asosan biza birinchi mavzuda faqatgina taqsimot qonunidan foydalandik. Ya'ni umumiy ko'paytuvchini faqat qavsdan tashqariga chiqarib olish. Ana endi bu ikkinchi qismda faqatgina undan emas, unga qo'shimcha ravishda qisqa ko'paytirish formulalari. A plus b ni, a minus b ni qavs kvadratlari, a kvadrat minus b kvadratni formulasi, kublar yig'indisi ayirmasi, yig'indining ayirmaning kublaridan foydalanib yechishni o'rganamiz. Demak, mana birinchi misolga diqqat qilamiz. Birinchi misol x kvadrat minus 25 ni ko'paytuvchiga ajratish kerak. Demak, men nima qilaman? 25 ni kvadratga keltiraman. Birinchisi kvadrat bo'lgani uchun x kvadrat deyman minus 5 ni kvadrati. Demak, endi bu qaysi formulaga tushdi? A kvadrat minus b kvadrat. Undan bilamizki, u a minus b va a plus b, ya'ni x minus 5 va x plus 5 larning ko'paytmasiga teng. Bo'ldi, uje ko'paytuvchilarga ajraldi. Misol mana bu yerda 11 ga qarang yoki mana 12 ga qarang. A kvadrat taqsim 4. Bu birinchi ifoda a taqsim 2 ning qavs kvadrati. Ikkinchisi b taqsim 3 ning qavs kvadrati. Demak, bu ham bitta ayirma, bitta yig'indiga tushadi. A taqsim 2 dan ayiraman b taqsim 3 ni bir marta. A taqsim 2 ga qo'shaman b taqsim 3 ni bir marta. Bo'ldi. Mana shunday holatda ko'paytuvchiga ajratilib ketilaveradi. Xo'p, yangi misol mana 17 ga qaraymiz. 36 ni o'rniga nima qo'yamiz? 6 ning kvadratini qo'yamiz. Demak, x minus y dan bir marta 6 ni ayiramiz. X minus y ga bir marta 6 ni qo'shamiz. Chunki a kvadrat minus b kvadratda bitta ayirib, bitta qo'shdim. Xo'sh, 33 ko'rinishdan o'zi formulaga tushadiganga o'xshab turibdi. Ya'ni boshi birinchi ifoda 2a kvadratning kubiga teng. Chunki 2 ni kubi 8, a kvadratning kubi a ning 6-chisi. Oxiri esa 1 ni kubiga teng. Demak, biz bilamizki, mana bu ikkalasi berilgan bo'lsa, demak, o'rtasini bir tekshiramiz, tushsa bo'ldi. Formulaga qo'yib ketaveramiz. Ya'ni a plus b ni qavs kubi. 2a kvadrat plus 1 ni qavs kubi bo'lishi uchun o'rtada 3 kara 2a kvadratning kvadrati, birinchisining kvadrati kara ikkinchisining o'zi 1. Keyingisida 3 kara birinchi ifodani o'zi 2a kvadrat kara ikkinchisining kvadrati 1 ni kvadrati. Haqiqatan ham mana bu 2 ni kvadrati 4, 4 kara 3 12, 12 kara 1 12. To'g'ri keldi. A kvadratning kvadrati a ni 4-sini berdi, to'g'ri keldi. 1 ni kvadrati 1, 2 ga ko'paytiraman. Yana 2 ni o'zi 2 kara 3 6 ga teng. Demak, bu ham to'g'ri. A kvadrat o'zining o'rnida turibdi. Bo'ldi, demak bu nimaga tushadi? A plus b ning qavs kubiga tushadi. Demak, bu 2a kvadrat bilan oxiridagi 1 ni yig'indisining umumiy kubiga teng. Bu uje bizga yangilik emas. Mana 40-misolga qarasak, mana bu kubga kelib turibdi. Demak, bo'ldi, 8 ham kubga keladi. Bir qadamda ko'paytuvchiga ajratish mumkin. 8 bu 2 ning kubi minus. Endi mana buni ham faqat yaxlit kub qilish kerak. Yaxlit kub degani 5a ning kubi. Chunki 5 ni kubi 125, a ni kubi a kub. Yaxlit kubga tushgandan keyin demak a kub minus b kub formulasi. Ya'ni birinchi qavsda a minus b, keyingisida a kvadrat plus ab plus b kvadrat. Ya'ni 2 minus 5a birinchi qavsda o'zi ekan, keyingisida 2 ni kvadrati 4, oxirida 5a ni kvadrati 25a kvadrat, o'rtada esa ikkalasini ko'paytir deyapti. Plus deyman, 2 ni 5a ga ko'paytirsam 10a bo'ladi. Ana ko'paytuvchilarga ajraldi. Ikkita qavsga ajraldi. Oson juda ham o'quvchilar. Ko'pi mana shunday formulaga tushadi. Mana 53 ga qarang, mana 53 ni mana birinchi uchtaligi, mana buni o'zi m plus 2n ni qavs kvadratini beradi. Chunki m ni kvadrati m kvadrat, oxirida 2n ni kvadrati 4n kvadrat,
keyin esa 2n ni m ga ko'paytiraman 2mn 2ab bo'lgani uchun 2 ga ko'paytirganimda 4mn ga o'zgaradi. Demak, bu uchxat mana bu m plus 2n ning qaus kvadratiga teng va keyingi oxirgisi esa o'zi shunga ham kvadrat bo'lib turibdi mana. Endi nima qilamiz buni? Bitta ayirma, bitta yig'indiga o'zgartiramiz. Chunki o'rta ayirish tepalar kvadrat. Ya'ni m plus 2n dan bir marta p ni ayiraman. M plus 2n ga bir marta p ni qo'shaman. A minus p, A plus p deganda. Xo'sh. Qisqa ko'paytirishni bilganimiz uchun bu oson chiqadi. Mana 56. O'sha o'tgan darsda qaysidir o'quvchimiz aytganda, o'sha 3 xat bo'lganda murakkabroq bo'ladi deganimda, o'sha o'zimizdan ifoda qo'shib ayiramiz, o'shanaqasimi deb so'raganda, ha degandim. Bu ana shunaqa misol. Diqqat qiling. X ni 4-sini yozaman. Plus mana bu x kvadrat, ha. Men shuni lekin 2x kvadrat deb ketaman. Plus 1 ni yozaman. Endi men ifodaga o'zgartirish kiritdim. Va ifodani ko'rinishi ham, butun boshli qiymati ham o'zgardi. Lekin men masala shartini o'zgartirib yuborishga haqqim bo'lmagani uchun uni o'z o'rniga qaytaraman. Ya'ni men buni 2x kvadrat qilib yubordimmi? Davomidan minus x kvadrat deyman. Shunda 2x kvadrat bilan minus x kvadrat qaytib ayriladi-da, baribir plus x kvadratni beradi, ya'ni boshdagi ifodaga qaytadi. Demak, men endi aslida hech narsani o'zgartirmagan ekanman. Xo'p, endi nima qilamiz? Mana bu uchxatga qaraymiz. Ana bu uchxat x kvadrat plus 1 ning qaus kvadratini beradi. Chunki birinchisi x kvadratni kvadrati x ni 4-chisi, oxiri 1 ni kvadrati 1, o'rtada x kvadrat bilan 1 ni ko'paytirib, yana ikkilangani 2 ga ham ko'paytiraman 2x kvadrat. Va minus boyagi ifoda x kvadrat. Ikkala tepa kvadrat, o'rta ayirish, demak bitta ayirma bitta yig'indiga tushadi. X kvadrat plus 1 dan bir marta x kvadratni ayiraman. X kvadrat plus 1 ga bir marta qo'shaman x kvadratni. Sizda javobda berilgan bo'lishi mumkin. Mana plus 1 odatda oxirida yoziladi. Plus 1 minus 1 lar oxirga yetib qo'yiladi. Endi o'zingiz bemalol uni ko'rib olishingiz mumkin. Murakkab narsa emas. 57 ham shu tipga tushadi. 58. Qarang, a ni 4-chisi. Men plus 4a kvadrat desam, plus 4 desam, ana bu ifoda a kvadrat plus 2 ning qaus kvadratini beradi. Lekin men mana bu ifodani o'zimdan qo'shdim. Demak, uni qayta yo'qotish uchun davomidan minus 4a kvadrat qo'yaman. Shunda mana bu ikkalasi yo'qolib ketardi baribir. Demak, men ifodaga aslida o'zgartirish kiritganim yo'q. Endi bu ifoda esa minus 2a ning kvadrati. Ikkala tepalar kvadrat, o'rta ayirish bo'lsa, demak yana yuqoridagidek bitta plus, bitta minuslikka ajratib qo'yib ketaveramiz. Mana 66 ga qarang, mana tayyor yechilgandan tushuntiraylik bitta. Bu yerda u deb yozilgan, bizga 4 ga o'xshab qolmasin. Mana bu yerda qarang, o minus 2, bu yerda 2 minus u. Demak, buni o'zgartirish muammo emas. 2 minus u ni mana bu yerda u minus 2 ga o'zgartirdim va buni hisobiga mana oldidagi ishorani bu yerda minusga o'zgartirib qo'ydim. Demak, bo'ldi, ikkalasi ham o minus 2 qatnashgan. Qausdan tashqariga olib chiqdim. Bunda a kvadrat, bunda minus b kvadrat qolgan. Mana keyin buni o'zini yana ikkita ko'paytuvchiga ajratib qo'ysa bo'ladi. A minus b, a plus b ga. Shunda umumiy holda qausimiz, ifodamiz 3 ta qausga, 3 ta ko'paytuvchilarga ajraldi. Yetmiş beşinchi misolga. 75-misolga qaraymiz. 75-misolda a ni m plus 2-chisi degan. Demak, buni biza qo'shish bo'lishdan oldin nima bo'lganini topib olishimiz kerak. Demak, qachon qo'shish bo'lardi? Qachonki a ni n-chisi ko'paygan a kvadrat bo'lsa. Minus deymiz, buni yozamiz. A ni n-chisi ko'paygan b kvadrat.
Ikkalasida ham a ning n-inchi darajasi qatnashgan. A ning n-inchisini olib chiqamiz. Birinchisida a kvadrat minus ikkinchisida b kvadrat qoladi. Va a ning n-inchisini o'zi a kvadrat minus b kvadrat bo'lsa, bitta a minus b bilan bitta a plus b ga ajraladi. Tushunarlimi o'quvchilar? Qiyinmi ajratish? Yo'q. Demak, murakkab bo'lmasa, ko'paytuvchilarga ajratish ikkinchi qism seshanbagacha to'liq uyga vazifasi bo'ladi. Xo'p. Boshqa savollar bo'lmasa, sekin dars yakunlaymiz. Yozmayish ham olsam kerak seshanba kuni. Seshanba ertalab ustoz.